kecha davlatimiz rahbari tomonidan bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida aholini ommaviy sportga jalb qilish hamda yoshlarni sportga qiziqtirish, ularni ertangi kelajak, ertangi hayotlarida turtki bo'ladigan sport musobaqalarini tashkillashtirish bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda bugun Soqtari mahallasida yoshlar o'rtasida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida shijoat va g'ayrat musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Mana bugun erta tongdan bizning mahallamizda sport tantanalari, sport musobaqalarining bayrami boshlangan. Tuman hokimimiz shijoat va g'ayrat musobaqalarining tuman bosqichiga start berib, ochilish marosimini o'tkazib berdilar. Mana sportning 6 ta turi bo'yicha tumanimizdagi barcha mahallalardan kelgan yosh sportchilar musobaqalarini boshlab yubordi. Mana bugun shunday sport musobaqalari ketma-ket davom etyaptiki, oldin biror marta bunaqa musobaqalar o'tmagan. Biz hozirgi musobaqalarni ko'rib, yana yasharayotganday bo'lamiz. Yoshlarga ilhom berib, o'zimiz ham har kun stadionda bo'sh vaqtlarimizda shug'ullanib, salomatlik yo'lida bunday narsalarni tashkil qilib berganlari uchun xalqimiz nomidan prezidentimizga rahmat aytaman.